ikkita qizga uylandimi? Ikkita xotinli bo'ldim. Lekin hammasida qiz. Nimaga hayot shunaqangi beshafqat? Nima? Mana merosxo'rim bo'lmaydimi, ha? Sizni merosingiz menga o'tsa, meniki kimga o'tadi? Ha? Men hali tirikman shekilli, ha? To'g'ri, tiresiz, joningiz sog' bo'lsin dedi. Lekin hammamiz bir kun o'tamiz-ku baribir. Merosxo'rim bo'lmasa nima qilaman? Aytinglar. Bolam, sen yaxshi niyat qil. Ha? Xudodan so'ra, o'g'il ham bo'lib qolar. Noshkur. Tirnoqqa zor odam qancha? Nima? Qiz farzand emasmi? Ha? Dada, oyi, o'zinglar aytinglar. Hanimda ikkita qizim bor, to'g'rimi? Buni ustida bitta qizim bor. Qachon men erkak bo'lib bunday o'g'il ko'raman, ayting? Qachon? Menga qiz kerak emas. O'char, ozingni. Voy, siz ham urdingiz meni. Qo'ying. Xudoyam urdi meni, siz ham urdingiz.